Assalomu alaykum. Hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari va hurmatli obunachilarim. Bu videorolikim O'zbekistonda buzuqchilikka qarshi va ko'tlikka qarshi chiqish haqida bo'ladi. Bu videorolikim. Avvalambor shu kanalimga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lish tugmasini qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar va kanalimga obuna bo'linglar. Kanalimga obuna bo'lsangizlar, kanalga yangi qo'yilgan foydali va qiziqarli videoroliklarni ko'rib borasizlar. Videolarga like bosinglar, kommentariy yozinglar. Videolarni oxirigacha tomosha qilinglar. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib qolyapman. Bitta opa chiquvdi. Aktrisa opa. Oldin filmlarda rol o'ynagan, uning ism familiyasini aytib o'tirishim shart emas. Bitta klip chiqaryapti. Yigitcha turnarroq, qarniki qaymoq deb chiqyapti bitta video klipida. Yana boshqa bir klipida o'sha opa keyin bitta bola bilan, u bolaning ismini ham bilmayman kim u bola. Yana boshqa bitta bola bilan klip olgan. U klipida aytayapti u bola sizniki tormi deb opaga savol beryapti. Opa aytayapti qo'lda dutor ushlab, meniki tor emas, meniki dutor deyapti. Bu nima ahvol bu? Nima ahvol bu? Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov akamiz bularga chora ko'rsangiz bo'lmaydimi? Chora ko'ring bunaqa odamlarga. Keyin o'sha opa qilg'iliqni qilib qo'yib kechirim so'rab chiqyapti. Bu hazil kliplar edi, bu hazil edi deb ommadan keyin kechirim so'rab chiqyapti qilg'iliqni qilib qo'yib. Qilg'iliqni qilmasdan oldin o'ylash kerak edi bu gaplarni. Keyin kech bo'lgandan keyin nima foydasi bor uni? Hazil edi bu videolar, bu kliplar hazil edi deb keyin uni anavi qilib chiqishni nima foydasi bor? Kechirim so'rab chiqishni. Oldin unaqa bo'lmaydigan video kliplarni ishlab internetga chiqarmasdan oldin o'ylash kerak edi oldin. Keyin kechirim so'rab chiqqandan ko'ra, qilg'iliqni qilib bo'lib keyin kechirim so'ragandan ko'ra shuni qilmasdan oldin o'ylash kerak edi. Ozodbek Nazarbekov akamiz shunaqa odamlarga chora ko'rasiz deb umid qilaman. Shuni kutib qolaman chora ko'rishingizni. Shunaqa buzuqchilikka targ'ib qiladiganlarni. Va yana TikTokda ko'rib qolyapman. Bitta TikToker bola, endi uni ham ismini aytishim hojati yo'q. Boshqa yana bitta ko't o'zbek galoboy ko't bolaga savol beryapti. Aytayapti, sen o'zingni o'ldirishga urinib ko'rmadingmi deyapti boyaga TikToker bola aytayapti. U ko'tga aytayapti. U o'zbekistonlik ko't aytayapti, yo'q men unday qilmayman. Men to O'zbekistonda nomeri bir ko't bo'lmagunimcha tinchimayman deb o'sha ko't boyagi bunga savol bergan TikToker bolaga javob beryapti. Bu nima ahvol bu? Nima ahvol bu? O'zbek sha'nini necha ming yillardan beri kelayotgan qadr-qimmatimizni, qadriyatlarimizni yer bilan bitta qilishki bu. Boshqa hech nima emas bu. Bu nima ahvol bu? Bularni ko'rgan yosh avlodimiz o'sib kelyapti bu O'zbekistonda, bu yurtimizda yoshlar o'sib kelyapti. Bularni ko'rgan yoshlar shularni videolarni ko'rib qolsa ijtimoiy tarmoqlarda, keyin yoshlar ham shularni orqasidan ergashmaydi deb kim kafolat beradi hozirgi o'sib kelayotgan yosh avlodlar, farzandlarimiz bunaqalarni videolarini ko'rib? Bunaqa buzuqchilikka targ'ib qiladiganlar va bunaqa ko'tlikka chala erkaklarni, xotinchalishlarini ko'tlikka targ'ib qiladiganlarni, LGBTga targ'ib qiladiganlarga qarshi qonunlar o'ylab chiqish kerak. Ularga qarshi qattiq qonunlar, shundan keyin bular to'xtatadi bunaqa ishlarini. Agar to'xtatsa unda ham qattiq chora ko'rish kerak bunaqalarga. Shu LGBTga ko'tlikka targ'ib qiladiganlar. Oxirgi paytlarda ko'tlar ko'payib ketyapti O'zbekistonda. O'zi erkak bo'lib tug'ilib keyin ayol bo'lib olganlar. Nima ahvol bu? Ularga qarshi kurashadigan ichki ishlar xodimlari qarshi kurashinglar bunaqalarga va boshqa tepada ishlaydigan mas'ul shaxslar. Mana shularga qonun o'ylab chiqish kerak bularga qarshi. LGBTga qarshi qonunlar chiqarish kerak. Qattiq kuchli qonunlarni o'shandan keyin to'xtatadi bular shu ishlarini. Insof bersin shunaqalarga, buzuqchilikka targ'ib qiladiganlarga va mana bunaqa ko'tlarga, mana bu
Xotinchalish erkeklerge, mana bu o'zi erkek bo'lib tug'ilib, keyin ayol bo'lib olganlarga insof bersin. O'zbekistonda Abu Rayhon Biruniy, Al-Xorazmiy, Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur, Imom al-Buxoriy, Imom at-Termiziy, Abdulhamid Cho'lpon, Abdulla Qodiriyga o'xshagan buyuk shaxslar yetishib chiqqan bu O'zbekistonda. Ota-bobolarimiz buyuk shaxslar yetishib chiqqan. Bularni izdoshlari bo'lishni o'rniga hozirgi avlod nima bo'lyapti? Ayrimlari, hammasi ham emas, ko't bo'lib ketyapti-ku. Shularga izdosh bo'lishni o'rniga shularga shu ota-bobolarimizga shunaqa ota-bobolarimizga namunali izdosh bo'lish o'rniga hozirgi yosh avlod, hozirgilar nima bo'lib ketyapti? Ko'tlar ko'payib ketyapti-ku, ularga o'xshamaydigan O'zbekistonda. Ayrimlari, hammasi ham emas. Bu nima hol bu? Shu darajagacha yetib keldikmi biz? Men tushunmayapman. Shu ota-bobolarimiz qanaqa odamlar bo'lgan bizlar? Ulamolar chiqqan yurt bu O'zbekiston. Buyuk sarkardalar, Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi degan sarkardalar chiqqan yurt bu. Imom al-Buxoriy, Imom at-Termiziylar chiqqan yurt bu. Shularga munosib avlod bo'lishning o'rniga bu ko'tlar ko'payib ketyapti-ku O'zbekistonda. Hammasi ham emas, ayrimlari. Imенно shu ko'tlarga tegishli bu gapim, hammaga ham emas. Bularni oldini olish kerak, chora ko'rish kerak bularga qarshi. Mas'ul shaxslar tepada ishlaydigan. Chora ko'ringlar bunaqalarga. Bo'lmasa oxiri yomon bo'ladi. Bu ketishi bo'lsa, bilmayman nima bo'ladi oxiri O'zbekistonda. Shunaqalar buzukchilikka targ'ib qiladiganlar va ko'tlar ko'payaversa. Shunaqalarga Alloh taoloning o'zi insof bersin va bu yo'ldan qaytsinlar deb umid qilib qolaman. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilayman, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, yurtimiz O'zbekiston yomon ko'zlardan Alloh taoloning o'zi asrasin. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha sog' salomat bo'lasizlar. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari va obunachilarim.